Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bizning Toshkent, Moskva, Vladimir, Chipaksa va Nijniy Novgorod yo'nalishlari bo'yicha haftada 4 kun dushanba, seshanba, payshanba va juma kunlari davlat tomonidan qo'yilgan avtobus reyslarimiz amalga oshirilmoqda. Shuning bilan birga Toshkent, Kazan, Nizhny va Nijnekamsk yo'nalishlari bo'yicha esa haftada 3 kun seshanba, juma va shanba kunlari 18:00 da Toshkent avtovokzalidan premyer reyslarimiz amalga oshiriladi. Agar sizga ham shunaqa ishonchli xizmatlarimiz kerak bo'lsa, ushbu ishonchli raqamga murojaat qilsangiz bo'ladi va bizning kompaniyamiz sizga kafolatlaydi. Ishonchli xizmat, arzon narx kafolati, komfort zona va albatta davlat tomonidan sertifikatga ega bo'lgan reyslarimiz mavjud. Avtobusimizda esa sizga bo'lgan barcha qulayliklar, ya'ni qulay o'rindiqlar, ikkita monitoring, ikkita kuryer, konditsioner, Wi-Fi, zaryadniklar va siz o'zingiz bilan 50 kilodan 60 kilogagacha yuk olib ketishingizga bo'ladi. Agar sizga ham shunaqa ishonchli xizmatlar kerak bo'lsa, ushbu ishonchli raqamga murojaat qiling va joyingizni masofadan turib band qilsangiz ham bo'ladi. Tanlovda adashmang.